Assalomu alaykum azizlar, mana shunchalik quyuq tuman bo'lishiga qaramasdan sovuqda, mana qishli, qurovli, tumanli kunlarda mana o'z ishimizga sodiq qolgan holda mana an'anaga munosib tarozi o'rnatgan yo'l oldik. Qayeriga deb o'ylaysizlar? Andijon, xudo xohlasa Andijon, Jalaquduq kutib olinglar. Xudo xohlasa mana yetib keldik, tarozini qo'yyapmiz. Hali to'liq to'kis o'rnatib bo'lganimiz yo'q. Mana hozir tushirib qo'ydik mana. Endi tarozini datchiklarini qo'yib, urvenga qo'yib, hozir ustanovka jarayoni boshlanadi. Xo'p, 6 metrli tarozimiz, eniga 3 metr, uzunligi 6 metr, ko'tarish quvvati 50 tonnaga moslashtirilgan Andijon viloyati Jalaquduq tumaniga olib keldik.